Assalomu alaykum do'stlar. Bugun kichkina svetlarni, ya'ni svetodiod va lentalarni sekin yoqib, sekin o'chiradigan sxema yasadim. O'shani xosligi ishlashini va sxemasini ko'rsatib bermoqchiman. Bu mana yonishi va o'chishi. Endi buni chizmasi. Hop. Tranzistor RF 3205. Kondensator 4700 mikrofarad 16 volt. Qarshiliklar plyusga 3.6 kilo ohm va tranzistorga 11 kilo ohm. Kondensatorga qarama qarshi esa 3.6 kilo ohm. Tranzistor o'ng tomondagisi minus, chap tomondagisi qarshilik orqali plyus va o'rtadagisi chiqish minus 1 voltdan 12 voltgacha 500 milliamper. Bu mana yasalgani. Bu yerda hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Minus, plus va chiqish minus. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Allohga omonatsizlar.